Gonkong shahrini suv bosdi. Yosh qiz ko'p qavatli binolarning birida tirik qolib, 5 yil davomida jon saqladi. Ulkan to'lqin shaharni yutib yubordi, lekin qiz hali ham tirik. Asosiy qahramonimiz Asha ismli qiz uyqudan turib, yotog'ini har xil eski buyumlar bilan yashirdi. Keyin esa ovqat pishirish uchun tomga chiqdi. U yerda ichimlik suvi zaxiralari va kichik o'choq bor. U choy qaynatib, atrofdagi vayron bo'lgan binolarga qaradi. Keyin radio eshitdi. Anchadan beri radio orqali kimdir boshpana, oziq-ovqat va suv berishni va'da qilib, tirik qolganlarni chaqiradi. Asha esa allaqachon yodlab olgan koordinatalarini eshitib, kundalik ishlarni qiladi. Plastik butilkalarda qancha suv qolganini daftarga yozib chiqadi. Keyin esa ovqatlanadi. Dugonalari bilan birga kafeda ovqatlangan paytlarini eslaydi. Keyin u durbin orqali atrofni kuzatadi. Yaqin atrofda bir uy buzilib tushib ketadi, lekin qiz oxirgi paytda bunaqa narsalarni ko'p ko'rgani uchun ajablanmaydi. Shu payt u suvda quti suzib yurganini ko'radi. Pastga tushib, o'zi yasagan arbalet yordamida uni ushlab, akulaning og'zidan tortib oladi. Quti ichidan yarim shisha alkogol ichimlik chiqadi. Asha u bilan yarasini yuvadi. Keyin qo'lini bog'lab, og'riqni qoldirish va yengil tortish uchun musallasdan bir necha qultum urib oladi. U hech kim bu yerda odam yashayotganini bilmasligi uchun ehtiyot shart hamma narsalarini yashirib yuradi. O'sha kuni kirlarni yoyib, atrofni kuzatishga tushadi va birdan qo'shnilariga qaroqchilar hujum qilganini ko'rib qoladi. Bir necha qayiq ko'rinadi. Birozdan keyin qaroqchilar uni ham ko'rib qolishadi. Asha tez uy ichiga qaytib, barcha izlarini yo'q qiladi va shkafning ichidagi maxsus yashirin devor orqasiga yashirinadi. Ko'p o'tmay uning uyiga bir guruh qaroqchilar bostirib kiradi. Qiz qaroqchilar uyini tintuv qilayotganini eshitadi va o'gay singlisi bilan birga oilaviy tushlikka borganini eslaydi. Bu arada hech narsa topolmagan qaroqchilar ketishadi. Kech kiradi. Asha yana tushida suvni va cho'kayotgan singlisini ko'radi. Uyg'onib, odatiy ishlarini davom ettiradi. Kecha qaroqchilar vayron qilgan narsalarini tiklaydi va yana tomga chiqadi. Suvdan yana bir quti topadi. Ichidan kichkina murabbo bankasini topadi va barmoqlari bilan yeydi. Shu payt u yana bir qutini ko'radi. Quti ustida esa kichkina qizaloqning jasadi yotardi. Ammo Asha bunaqa manzaraga allaqachon o'rganib qolgan va deyarli hech qanday hissiyot sezmaydi. U xonaga qaytib, o'ziga choy isitadi. Biroq kutilmaganda ortida qandaydir harakatni his qiladi, lekin ortiqcha e'tibor bermaydi. Keyin yotgan paytida yosh bolaning yo'talini eshitadi, ammo xonani tekshirganda hech kimni topolmaydi. U yuzini yuvishga boradi va bir daqiqaga sovunni tashlab qo'yadi. Shu zahoti qizcha sovunni olib qo'yadi. Asha uni ushlamoqchi bo'ladi, lekin qizcha uni qattiq turtib qochib ketadi. Asha o'ziga kelguncha qizcha uyni butunlay tintib, barcha yashirin joylarni osongina topadi. Asha esa o'zining dugonasi bilan do'konga borganini eslaydi. U o'gay singlisi uchun kurtka sotib olgan edi, chunki singlisi har doim uni jinsi kurtkasini kiyib yurardi. O'shanda Asha ota-onasidan norozi bo'lib, mustaqil hayot haqida orzu qilar edi. Mana, orzusi ushaldi. U butkul yolg'iz qoldi. Atrofga qarab, yerda yotgan oziq-ovqatlarni ko'rib, qizaloq uning zaxirasini topib olganini tushunadi. Jahl bilan qizcha yashaydigan xonaga boradi. Ammo qizchani shirin uxlab yotganini ko'rib, birdan jahldan tushadi. Ertasi kuni Asha o'ziga ovqat tayyorlaydi. Qizcha esa uyg'onib, oziq-ovqat va yotog'ini eski buyumlar orasiga yashiradi. Ko'p o'tmay Asha oshxonaga qaytib, yana bir porsiya ovqat tayyorlab, qizcha yotgan xonaga boradi. Bu orada u yana o'sha kunni eslaydi. O'gay singlisiga kurtka sovg'a qilganini, ammo o'sha kuni ota-onasi buvisi meros qoldirgan oilaviy marjonni singlisiga berganini bilib qoladi. Bu aslida katta farzandga tegishli edi, lekin o'gay onasi uning taqinchoqlari yetarli deb qaror qilgan edi. Haqiqatan ham katta farzandlarga doim hech narsa tegmaydi.
Endi Marjon Asha bo'ynida osilib turibdi va u qizaloq bilan do'stlashmoqchi, lekin qizcha savollarga javob bermaydi. Shuning uchun Asha xonadan chiqib ketadi. Faqat u ketganidan keyingina qizcha lapsha solingan idishni oladi. Ertasi kuni qizcha Ashadan o'g'irlagan oziq-ovqatini qaytarib beradi. Yana bir kun o'tib, Asha 2 ta porsiya tayyorlaydi va idishni olib tomga chiqadi. Qizcha lapshani yuziga tushirib yuboradi va ular kulishadi. Kechasi qizcha yotog'ining toza choyshablar bilan to'shalganini ko'rib, g'amxo'rlikdan ko'z yosh to'kadi. Ammo ertasi kuni Asha uyg'onganida qizcha go'yo o'zini hech narsa bo'lmagandek tutadi. Asha uning ilgari o'zi ham har kecha yig'laganini aytadi va onasini sog'inganini tan oladi. Qizaloq esa o'zini Xey-Xey deb tanishtiradi. Xey-Xey qayiq yasab, unda onasini qidirib topishni orzu qilishini aytadi. Shu kundan boshlab Asha va Xey-Xey do'st bo'lishadi. Ammo qizcha juda qaysar. Masalan, u eshikdagi skochga qiziqib, uni yulib tashlaydi va eshik shartta yopilib qoladi. Asha vahimaga tushadi, ammo Xey-Xey sim yordamida qulfni oson ochib beradi. Asha unga omon qolish qoidalarini tushuntirishga harakat qiladi, lekin qizcha faqat uning Marjoniga qiziqadi. Oradan vaqt o'tib, Ashani Marjoni yo'qoladi va u buni Xey-Xeydan ko'radi. Shu payt tashqaridan shovqin eshitiladi. Asha Xey-Xeyni chaqirib, qo'shnilarning hujumiga uchraganini ko'rsatadi. U qaroqchilar kelishiga tayyor ekanini aytadi. Xey-Xey ketganidan keyin ham o'zi shu yerda qolishini aytadi, chunki boshqa boradigan joyi yo'q. Asha Marjonni qaytarishini so'raydi, lekin qizcha uni olmaganini aytadi. Ertasi kuni esa u Xey-Xey xonasining polini yuvayotganini ko'radi. Bu unga o'z singlisini eslatadi. Tunda Asha tushida yana suv ostida qolgan odamlarni, ular ichida o'gay singlisini ham ko'radi. Uni Xey-Xey turtib uyg'otadi. Keyin qizcha Asha nimagadir hech qachon kirmaydigan xona haqida so'raydi. Asha u yerda dahshatli hid borligini aytadi va u yerdan yiroq yurishni maslahat beradi. Biz yana o'tmishga qaytamiz. Ashaning ota-onasi yashayotgan uyda suv toshqini haqida ogohlantiruvchi xabarlar yangraydi, ammo o'gay onasi televizorni o'chirib qo'yishni buyuradi. O'sha kuni otasi hammalari birga qabriston ziyoratiga borish kerakligini eslatadi, lekin Asha boshqa rejalari borligini aytadi. Oilaviy janjal avj oladi va Asha jahl ustida bu uydan chiqib ketishni e'lon qiladi. Hozir esa Xey-Xey radio to'lqindan signal qabul qilib Ashani oldiga yugurib keladi va biz qayiq topishimiz kerak deb aytadi. Asha unga signal kimdan kelayotganini va qayerga suzish kerakligini bilmasligini tushuntiradi. Xey-Xey esa uni qo'rqoq deb ayblaydi va yana Marjonni olmaganini aytib chiqib ketadi. Keyinchalik Asha qizchaning plastik butilkalaridan qayiqcha yasayotganini ko'radi va Xey-Xey unga signal raketasini topganini aytadi. Asha o'tmishni eslaydi. U o'gay singlisi bilan ko'chada uchrashib, uyga qaytishdan bosh tortadi va taksi ushlab ketmoqchi bo'ladi. Ertasi kuni Asha yordam kerakligi uchun Xey-Xeyni uyg'otadi. Ular tomga chiqib, turli idishlarga yomg'ir suvini yig'ishadi. Keyin suvni shishalarga quyib, isitib, kir yuvishadi. Shunda Asha Marjonni topadi. U shunchaki zanjiri uzilgani uchun yostig'iga ilinib yotgan ekan. Ertalab u Xey-Xey uchun mustahkam sol yasaydi va natijani ko'rib, qizcha quvonchdan qichqirib yuboradi. Asha esa singlisi bilan uy oldida xayrlashgan paytini eslaydi. O'shanda shaharni ulkan to'lqin bosgandi. Ular qochishga tushgandi. Hozirgi vaqtda esa Asha qo'lida Marjonini aylantirib o'tiradi va Xey-Xeydan kechirim so'rab, Marjonni qizchaga sovg'a qiladi. Ertasi kuni ular ketish uchun oziq-ovqat to'plashganida Xey-Xeyning playerdan quloqchinlar chiqib ketadi va butun bino bo'ylab baland musiqa yangraydi. Asha playerni o'chirish uchun yuguradi. Hech kim playerning ovozini eshitmagan bo'lishini Xudodan so'raydi. Safar ortga suriladi. Ular solni turli-tuman buyumlar bilan yashirib, yuqoriga qaytishadi. Ertalab Asha qizchaga issiq ovqat olib chiqadi. Shu payt tashqaridan odamlar ovozi eshitiladi. Asha Xey-Xeyni shkafga yashirib, o'zi o'sha hech qachon kirmaydigan, yomon hid keladigan kvartiraga kirib berkinadi. Bu orada qaroqchilar tintuv boshlaydi. Yomon hid keladigan kvartira Ashani o'zi oilasi bilan yashagan uy bo'lib chiqadi. Uy ichida uni 5 yil oldin suv toshganida olamdan o'tgan ota-onasining jasadlari hali ham ustiga choyshab yopilib turardi.
Asha burnini yopgancha ota-onasi bilan oxirgi janjalini eslaydi. Shu paytda bir qaroqchi Ashaning kvartirasiga kiradi va o'zini yomon his qilsa ham u yerni tintiydi. Ammo jasadlarni ko'rib darrov qochib ketadi. Asha esa shaharni suv bosgan kuni singlisi bilan zinadan yuqoriga qochayotgan paytini eslaydi. Qaroqchi bolacha esa ayni vaqtda Xey yashiringan shkafni topib oladi. Asha baqir-chaqir ovozni eshitadi va yana o'sha eski xotiraga qaytadi. U zinadan yugurib ketayotgan, ammo singlisi orqada qolib uni kutishini iltimos qilayotgan edi. Ammo qiz jon talvasasida yuguradi va tomga chiqadi. Ortiga qaraganda esa singlisi yo'q edi. O'shanda u suv bosgan uyning tomi ustida qayg'u va alamdan qichqirgandi, ammo vaqtni orqaga qaytarib bo'lmasdi. Hozir esa u Xeyning qichqirganini eshitib yugurib chiqdi. Qaroqchilar Ashani ham ushlab olib ketishyapti. Keyinroq bir qaroqchi u bilan har xil narsalar qilmoqchi bo'ladi, lekin kapitan unga ish bilan shug'ullanishni buyuradi. Qo'llari bog'langan Ashani balkon tomon olib chiqishadi. U pastda Xey turgan katerni va qaroqchilarning o'ljalarini yuklayotganini ko'radi. Asha disk bo'lagi oldidan o'tib ketayotib, u bilan qaroqchini yaralaydi, lekin keyin jangda yigitga yutqazadi. Qaroqchi yigit uni suvga botiradi. Asha esa suv tagidan signal raketasini topib, qaroqchini yuziga otadi. Katerdagilar nima bo'lganini tushunib, darrov qaytib kirishadi. Ular kvartiraga tarqalib, Ashani qidira boshlaydi. Qaroqchilardan biri Ashani topgach, qiz uni elektr gitara bilan urib o'ldiradi. Keyin qiz pichoq olib ovini davom ettiradi. Ikkinchi qaroqchi radio ovozini eshitib, xonaga qaraydi va qo'qqisdan paydo bo'lgan qiz uni orqasidan pichoq sanchadi. U Ashani ushlab qolishga harakat qiladi, ammo qiz vaziyatdan chiqib ketib, o'z ishini tugatadi. Uchinchi dushmanni esa qiz oshxonaga qamab, ustidan olov yoqib yuboradi. Eng oxirgi va eng kuchli dushman bilan esa Asha koridorda yuzma-yuz keladi. Qiz mag'lubiyatga uchrayotganday tuyulganida lampani sindirib olishga urinadi. Chiroq o'chadi. Yorug'lik qayta yonishi bilan qiz qaroqchilar boshlig'ini allaqachon o'ldirgani ayon bo'ladi. Ammo shu payt o'q ovozi yangraydi. Qaroqchilarning eng yosh a'zosi unga qarata o't ochgan edi. Asha tomga qarab yuguradi. Bolacha uni quvib yetadi, ammo qiz tezda ichkariga kirib, bolachani tomda qoldiradi. Asha bolachaga achinib eshikni ochmoqchi bo'lganida, bolacha eshikka o'q otadi. Shundan keyin Asha uni tomda qoldirishga qaror qiladi. Pastga tushganida Xeyni qo'riqlayotgan oxirgi qo'riqchini ko'rib, unga o'zini arbaletidan o'q uzadi, ammo o'tkaza olmaydi. Qaroqchi nima bo'lganiga tushunmay dovdirab qoladi. Vaziyatdan foydalangan Xey qaroqchini suvga itarib yuboradi, lekin qaroqchi o'zi bilan qizchani ham olib tushib ketadi. Asha ham qizchani qutqarish uchun suvga sakraydi. Sal o'tib qaroqchini akula yeb ketadi. Xey bilan Asha esa omon qoladi. Ular qaroqchini kateriga o'tirib shahardan uzoqlashib ketishadi. Ular radioga quloq solishadi va qutqaruv va'dasini berayotgan ovoz sari yo'l oladilar. Umuman olganda juda zo'r bo'lmasa ham film menga yoqdi. Undagi ota-ona va oilaga munosabat, hayotda nima ro'y bersa ham olg'a harakat qilish g'oyalari menga qiziqarlidek tuyuldi. Kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing va film haqida fikringizni yozib qoldiring. Xayr, omon bo'ling.